Erkaklar quvvatini oshiradigan top 10 ta ovqat. Grillda pishirilgan qo'y go'shti, Oqsil va yog'ga boy 5-o'rinni beramiz. mol go'shti fasul bilan, Oqsil va sinkga boy bo'lgani uchun 8-o'rinni beramiz. pechda pishirilgan losos, Omega 3 bilan vitamin D ga juda boy hisoblanadi. 4-o'rinni beramiz. osh, Osh energiya bilan oqsilga boy 10-o'rinni beramiz. sir va ismaloqli omlet, Har kuni yeyishni tavsiya qilaman. Magniy va xolesteringa boy. mol go'shti va qo'ziqorin grechka bilan, 9-o'rinni beramiz. Magniy va energiyaga boy. ustritsa va dengiz mahsulotlari, Eng tez natija beradigan mahsulotlardan biri sinkga juda boy, 2-o'rin. dudlangan tovuq va avokado, Yengil oqsil va foydali yog'larga boy, 7-o'rinni beramiz. mol jigari piyoz bilan dimlangani, Xo'p, vitamin A, B12 va temirga juda boy, 3-o'rinni beramiz. mol go'shtidan stek va damashli tuxum, Sink, yog'lar va xolesteringa juda boy. Testosteronni ko'tarish uchun eng kuchli mahsulotlardan biri.